Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Xudo xolasa bizda pechkalarda yana o'zgartirilgan holatda hop mana setkalar qo'yildi. Hop, oldingi variantlarimiz mana ochiq bo'lardi, o't yonadigan joyi. Mabodo uyga qo'ysalaring, yosh bolachalar kelib ushlab olsa, qo'lini kuydiradigan bo'lib qoladi. Hop, endi bunda o't panjaraning orqasida yonadi. Panjaraning orqasidagi temir qiziydi. Mana bu temirda bunaqangi qo'lni kuydiradigan issiqlik bo'lmaydi. Mabodo kelib ushlasa ham issig'ini bilib qochadi. Pechkalar ikkala tarafiga ham qo'yilgan. Mana ikkala tarafiga bir xil. Hol ham o'zigacha hid berib turibdi mana. Narxi 950 mingdan. Optim narxda. Kelasizlar mana. Guli yo'g'i 900 mingdan. Telefon bilan yozib qo'yamiz, yana telefon qilaylik. Boshqa viloyatlarga ham chiqarib yuboramiz. Bu narxchilar dastlabki yo'g'lisi. Dastlabki qilib chiqarilaveradi, dastlabki yo'l kiran haqi alohida bo'ladi.